Shuncha dieta qilaman-nu, menda ozish jarayoni bo'lmaydi. Men sizdagi ozolmayman deyotgan klientlarim, sizlar обязательно endokrinolog bilan maslahatlashinglar. Sizlarda gormonlar joyida emas. Gormonlar agar joyida bo'lsa, odam normalniy ozadi. Shuni inobatga olasizlar va o'zingizlarni albatta check-up qilib tekshirtirishinglarni tavsiya qilaman. Hozir o'tirib kollagenlarimni ichyapman. Albatta gormonlarimiz joyiga tushishi uchun ina balanslarni ham sizlarga tavsiya qilaman. Uni doktor nazoratisiz ham bemalol ichsanglar bo'ladi. Endokrinologlar ham aynan shu mahsulotni yozib beradi. Inositol, berberin, alfa-lipid va xromlarni yozib beradi. Sababi ular polniy organizmni gormonlarni joyiga tushirib beradi va ishtahangizni bloklab beradi. Yegan ovqatingizni hazm jarayonini kuchaytirib beradi. Aynan shu mahsulotni sizlarga yozib beradi. Xohlovchilar bemalol inositol olsanglar, ina balansimizdan olsanglar bo'ladi. Hozir mana kollagenlarimizni men adashmasam hozir ozayotganimga 1 yildan oshgan bo'lsa, 1 yilda 30 kilo vес tashladim. Alhamdulillah.